Akalar qaranglar. Honor'ni ustidan kulib yurardinglar. Honor musur deb. Qo'limda iPhone 15 Pro Max. Hozir Toshkentdamiz. Rasa antenna 5G chiqadigan joyda. Honor'da yangi chiqqan X80 Pro Max modeli Perfectum'da 5G sini tekshirib ko'ramiz. Bu iPhone'ga kelmagan unaqa yangilanish. iPhone'da 5G qo'llab-quvvatlamaydi. Perfectum. Lekin bunda qo'llab-quvvatlaydi. Internet tezligini Fastcom saytidan tekshirib ko'ramiz. Ikkosini ham mana teng boshlayman. Tomosha qilinglar. 1 2 3 ketdi mana. Internet tezligini ko'rib, prosta kayf qilinglar. Voy jonim, 1.3 gigabayt bo'lib ketdi sekundiga. Gigabit sekund. Mana qaranglar. Voy xorami. Mana bu hamma maqtaydigan o'sha iPhone bo'ladi, 75 megabit sekund. Bu bo'lsa 1.2 gigabit sekund. Hech qanaqa Wi-Fi ga ulanmagan ikkosida ham. Yorib qo'ydi. Honor nima deyapti? Musorga tashlash payti keldi buni. Honor legenda qarochi akalar. Ko'ryapsizlar-ku, Perfectum'da bu 5G aloqa tarmog'i hozircha faqat Honor va ba'ziga Android modellarida bor. iPhone'da bo'lsa yo'q.